Men Ne'matim Abdurashid buva bo'laman. Yoshim 75 ta. Hozir pensiyadaman. U ishim bilan band bo'lish bilan birgalikda Paxtachi tumani axborot markazi kutubxonasiga a'zo bo'lganman. Hurmatli o'quvchilar, men shu yosh o'sib kelayotgan yoshlarga kitob o'qib, ma'naviy ozuqa olishga va taraqqiyotimizga o'z hissalaringizni qo'shishlaringizni talab qolaman. Chunki o'tmishni bilmasdan hozirgi zamonga qanday erishganligimizni u darajada bilmaysizlar, qanday qiyinchiliklar bilan, qancha taqdirlar bo'lgan. Shuning uchun hozir kutubxonadan mana yaqinda Yovvoyi kuyov kitobini oldim va taqdir o'yinlarini oldim. Men Yovvoyi kuyov nimasini o'qib chiqdim. Bir sarguzashtli kitoblarga, badiiy kitoblarga, qissalarga, romanlarga va shu bilan birgalikda afsonaviy kitoblarga men juda ham qiziqaman. Men shu yoshlarga faqat telefon o'yini bilan band bo'lmasdan shu kitob o'qib turib, ma'naviy ozuqa olishlaringizni chin dildan talab qolaman. Ishlaringizga omad, hamisha sog' salomat yurish tarafdoriman. Men istayman, kelajak poydevori, chunki yoshlar sizlarning qo'lingizda.